Qizlar hozir aynan o'zimni ism familiyam bo'yicha, ro'yxat bo'yicha kelgan mahsulotlarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Birma-bir qisqa qilib. Fabrik kompaniyasida har bitta oila uchun hammaga kerakli mahsulotlar bor. Va eng zo'r tomoni shuni siz 20% chegirma bilan xarid qilib, qimmatbaho sovg'alarga ham ega bo'lishingiz mumkin. Birinchi mahsulotimiz mana chaqaloqlarni har qanday kiyimlarini yuvgandan keyin chayish uchun konditsioner gel vositamiz. Umuman allergiya qo'zg'atmaydi. Doim o'zim ishlataman va o'zim ishlatganim uchun tavsiya qilaman. Klientlarim juda ham ko'p zakaz qiladilar, ishonchli 100%. Keyingisi mana bu atirimiz, parfum. Hozirgi mavsumga mos hidi yiliga bo'lishi mumkin emas. Juda ham qulay, sumkada, kashilokka olib yurish mumkin bemalol. Skidka narxda chiqqan va bir xil hiddan zerikib qoladiganlar uchun tez almashtirish uchun juda ham qulay, grammga ega. Keyingisi gel qizlar. Hajmi kattagina, hidiga, quyuqligiga gap bo'lishi mumkin emas. Keyingi mana sevimli mahsulotim, universal dog' ketkazuvchi gel, rangli kiyimlarga ham, oq kiyimlarga ham to'g'ri keladi va avtomat, polavtomat, ko'lga yuvganda ham bemalol ishlatish mumkin. Aslida gellarimiz haqida soatlab gapirish mumkin. Juda ham a'lo darajadagi sifatga ega 0+, ya'ni chaqaloqlarni idishini ham yuvganda xavfsiz va bu 500 ml gelimiz 2,5 metr qilib ishlatiladi. Mana yozib qo'yilgan 2 litr suv qo'shib ishlatiladi. Ko'katlarni ham bemalol mevalarni, sabzavotlarni yuvib, yuvish uchun foydalanish ham mumkin. Mana har xil hidlari bor, hozir 2 xil kelgan. Mana shu tenimiz skidkaga chiqqan qizlar. Oldin boshqa rangidan olgan edim. Yo'qdi juda ham, turishi ham, ranglari ham zo'r ekan va yana boshqa rangidan oldim. Buni narxi sizlar kutmagan narxda, umuman o'ylamaysizlar paketlagi mahsulotlar shunaqa narxda ekanmi deb qiziqarlar. Erishkamga o'zimga aytaman. Keyingisi pomada. Ketmaydigan, bir kunga turib beradigan pomadamiz. Mana kodi, rangi juda ham zo'r. Keyingisi zub nafasda bu yangi mahsulot, endi shu katalogdan yangi chiqdi. Fabrikdagi har qanday ekspert farma mahsuloti davolovchi hisoblanadi. Mana shunaqa super iforli atirimiz. Mana gellarimiz. Bu ham gel, ham parfumerniy, narxi skidkada. Keyingisi antiperspirant dezodorantimiz. Dezodorantda 2 xil bo'ladi qizlar. Ba'zisida faqat dezodorant yozilgan bo'ladi. U shunchaki duxiday sepish uchun, hid berish uchun. Antiperspirant sprey yozilgani ham hidlanmaslik uchun ishlatiladi, ham yaxshi hid kelib turishi uchun ishlatiladi. Keyingi mahsulotimiz mana 100% tabiiy choylar. Ayollarimiz uchun ichida 21 dona bo'ladi. Bundan doimiy ichib yurish kerak. Buni ichish uchun hech qanaqa kasal bo'lish shart emas. Kasalliklarni oldini olish uchun doimiy ichib yurish kerak. Aynan ayollar uchun. Keyingi eng zo'r mahsulotimiz mana bunaqa pachilar, aynan yuzni sohasiga qarab tushgan ajinlarni yoyadigan va tushishi mumkin bo'lgan ajinlarni yoyib oluvchi pachilarimiz. Ichida 27 dona bor qizlar. Shakli har xil bo'ladi. Mana qayerga yopishtirish ko'rsatilgan va narxi super narxlarda. Mana bu patchimiz ham juda ham zo'r. Aynan ozadigan vaqtda bu patchlardan qo'shimcha foydalansa juda ham zo'r natija beradi. Keyingi mahsulotimiz mana shunaqa paketlar, ya'ni xolodilnikka mahsulotlarni tiqqanda alohida paketlarga solib foydalanish mumkin. Ichida 15 dona bor. Shunaqa sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Mana ichidan oldim. Ko'rinishi ham juda ham chiroyli. Mana ochilib yopilishlari juda ham qulay. Bemalol olib foydalanishlaringiz mumkin. Mana ichida 15 dona bor. Keyingi super mahsulotimiz mana aynan xolodilnikni hidini olish uchun, hidlanishini oldini olish uchun mana shunaqa shariklar. 3 ta bo'ladi ichiga. Bu juda ham anchaga ketadi. Mahsulotlardan olib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Mana bu qolib ketdi. Erkaklar uchun soqol olgandan keyin surtish uchun balzam, tinchlantiruvchi. Terini qizarishlarini oldini oladi, yo'qotadi teri qizarishlarini.